Sizlar ham bu videoni ko'rdinglarmi? Bu qiz kechasi Amerikada yurib, yosh bolalarni o'g'irlaydigan furgondan muzqaymoq olmoqchi bo'ldi. Bu videoning yakuni esa hali hamon internet ahlini shokka tushirmoqda. Ma'lumot uchun aytib o'taman, Amerikaning Virjiniya shtatida oxirgi bir necha oy davomida 80 dan oshiq yosh bolalar izsiz yo'qolgan. Bu bolalar yo'qolayotgan paytda esa mana shunaqa furgonlar Amerikaning ko'chalarida kechasi muzqaymoq sotishni boshlagan edi. Ayniqsa bu furgonlar tez Amerika ko'chalarida paydo bo'la boshlaganida o'g'irlangan bolalar soni 3 barobar oshib ketgan ekan. Aynan mana shunaqa vaqtda mana shu qiz shunaqa furgonlardan biridan muzqaymoq olmoqchi bo'lgan. Qiz furgonga yaqinlashganida hammasi odatiydek ko'ringan. Sotuvchi unda bor muzqaymoqlarni sanab o'tgan. Keyin qiz esa SpongeBobli muzqaymoqni tanlaydi, lekin aynan mana shu nuqtadan g'alati narsalar sodir bo'lishni boshlagan. Qiz endi to'lov qilmoqchi bo'lganida sotuvchi unga pul kerakmasligini va muzqaymoq sovg'a ekanligini aytadi. Qiz hayron bo'lib, "Lekin siz sotuvchi bo'lsangiz, pullarni olishingiz kerak emasmi?" deb so'raganida, sotuvchi "Bu meni ishim emas. Men boshqa narsani olishim kerak" deb javob beradi. Bu javobdan qiz juda ham qo'rqib ketadi. Eng qizig'i, voqea ham shu joyda yakunlangan. Voqeaning davomi qanday tugaganligiga juda ham qiziqqanimdan qizni o'zining sahifasini qidirib ko'rdim va u yerda qiz o'sha furgon bilan bo'lgan voqeaning davomida nimalar sodir bo'lganligi haqida olingan videosini topdim. Qizni aytishiga ko'ra, bu furgondagi sotuvchi uni baqirib chaqiradi. Qiz boshida shunchaki sotuvchi unga muzqaymoq sotmoqchi degan fikrga boradi, lekin tashqaridan juda ham bu holat g'alati ko'rinadi unga. Keyin qizni sotuvchi bilan suhbati davomida esa sotuvchi qizga furgonga kirishini taklif qilgan ekan. Tabiiyki bundan juda ham qo'rqib ketgan qiz kamerasini o'chirib, u furgondan uzoqlashib qochib ketgan va mana shu nuqtada voqea yakunlangan. Shunday ekan, bu voqea bo'yicha sizning fikringiz qanaqa? Mana shunaqa o'g'irlangan bolalar bilan furgonning qanaqadir aloqasi bormi? O'zingizning fikr mulohazalaringizni kommentariyada yozib qoldiring va keyingi videolarda ko'rishguncha